Svarchilarda ham eplab bo'lmayapti. Ikkita temirni bir-biriga ulasa pul paydo bo'lyapti. Aka oyga qancha topasiz desangiz, ha qora qozon qaynab turibdi deyshadi-yu, lekin hamma pul shularda. Ular bilintirmaydi ekanda. Ishga Jigulida kelishadi, uyda kamida Cobalt turar ekan. Ba'zi bir bolalar qora ochkini qizlarga yoqqani taqsa, svarchilar oila boqqani taqishadi. Eng muhimi halol ishlab soqqani qilishyapti. O'zimiz yurtimizda, musofir yurtlarda mehnat qilishyapti. Ammo temirni qo'lga o'rgatib olibsizlar. Oddiy metalldan panjara, tom nimada soqqa bo'lsa qilyapsizlar. Agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bitta akani nomerini, profilini qoldiraman, bemalol murojaat qilaverasizlar. Svarchi akalar, soqqani uringlar. Ota bu aytar edi. Alloh nazar qilmasa eshak bozorga dallol bo'lmaysan deb. Shu bor gap shu. Birodarlar, birov dehqon, qarangda hayotni. Birov nonvoy, birov u, birov bu. Kim nima bo'lgan bo'lsa Alloh bergan bo'ladi. Bandasi xato qilmasin. Men aqlliman, men mehnatkaşman, o'shanga boyman. Mehnatkash boy bo'lmaydi. Alloh bergan boy bo'ladi. Mehnatkash boy bo'lsa edi, mehnat bilan odam boy qolsa edi. Eshak boy bo'lardi. Eshak nihoyatda mehnatkash, uni hamma biladi. Birodarlar, kimga nima bergan bo'lsa Allohdan orttirib masjidga bera olmasligi mumkin. Yetim, yesir, beva, bechora, chag'oy, kambag'alga bera olmasligi mumkin. Lekin uyga olib kelayotgan non tuzi, go'sht yog'i shuni o'zi ihson hisoblanar ekan. Shuni o'zi sadaqa hisoblanar ekan. Hijolat qilma mu'min. Men bera olmayapman masjidga deb. Olib kelayotgan go'sht yog'ingni o'zi ihson. Abu Hamid G'azoliy aytadilar. Nafaqa menga farzdir. Nafaqa menga farzdir. Xotinimni boqishim kerak degan niyat bilan bir erkak ko'chaga chiqsa, mabodo ajali yetib o'lib qolsa, shahid o'libdi degan ekanlar. Birodarlar, tirikchilikda o'lib qolgan erkak shahid